Assalomu alaykum hojona. Alaykum assalom. Yaxshi dam olyapsiz sanatoriyamizda. Yaxshi, rahmat. Allohga Qayerdan shukr. keldingiz? Men Marg'ilondan keldim. Aha. Necha kun bo'ldi? Bozor kuni keldim, 10 kunga keldim. Birinchi marta kelishingiz? Birinchi marta bu yerga keldim. Qolgan chimyonlarda aynal yuraman. Aha. Bu yerda Sizda nima shikoyatlar bo'ladi sog'lig'ingizda? menda oyoq bo'g'imlarim, bellarim girija, qo'l barmoqlarim og'rirdi. Shuning uchun shu yerda reklama bo'yicha topib keldim. Foydasini sezyapsizmi? Foydasini endi sekin-sekin, asta-sekin bilinyapti. Endi qolgani uyda bilinadi endi. Aha. Juda yaxshi. Tavsiya qilishga arziydimi? Tavsiya qilsak bo'laveradi endi. Bularning muomalalari yaxshi. Oltingugurt vannalarga tushyapmiz, giyohli vannalarga tushyapmiz. Xudo xolasa mana tuzg'orlari bor ekan, unga tushamiz. Basseynlari bor ekan, basseynga tushamiz. Xudo xolasa menga ayniqsa yoqqan joyi fitness bor ekan ayollar uchun. Albatta, albatta. Shu fitnessga qatnashyapman. O'zim uchun iloji boricha harakat qilyapman. Juda yaxshi. Fizioterapiyalarga tushyapman. Shikoyatlar bo'lmayaptimi? Yo'q, shikoyatlar yo'q hozircha. Endi o'zimiz hammamiz qoniqarli, bas namunali darajada iloji boricha talab qilib o'zimizga nima qilib olyapmiz. Juda yaxshi. Yaxshi dam oling hojona. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar. Shunaqa Sog' bo'ling.